keldik. Yangi ish bilan yangini so'rang qana qilib. Mana qaranglar, o'zi atroflari ham o'zi boshqa chiroyli joy ekanda. Yo'qdan ham parnikda bog' qilgan ekan odamlar. Mana bizni bog' mana to'g'rida hozir o'tib boramiz. Mana bog'imizga keldik. Hozir ariqlar ko'rilar. Mana hozir ko'pirdan o'tgan joyimizda ham suv to'xtamay oqib turibdi. Bu yerda uy joyida ham qurib qo'yibdi. Bir ikki xona, mana suv, vanna, tualet hamma narsasi bilan bor. Hozir kirib ko'ramiz-da, ko'rsatamiz. Mana boqqa keldik. Mana bog'imiz mana boshlanishi Shoptalidan boshlangan gilos. Mana Toshkentskiy gilos bu. Boshlanishi bu. Bog'imizni 60 sotiqdan ko'p, 80 sotiq ekan. Bu taraflar adir. Bemalol chiqib mayofga qilsalaring bo'lar. Mana adirda o't qoladi, qancha o'p ketgan o't. Adirlikda shuncha o't bor. Mana Toshkentskiy giloslar gullab yotibdi. Mana bog'imiz tayyor bog' mana 80 sotiq. Mana tomorqasiga ham bu narsa ekib foydalansalaring bo'ladi. Beda eksalaring ham pashti. Bilasiz, bir sezonda 20 ta lichka beradimi? Chunki o'raverasizlar buni, o'sib chiqaveradi joyida. Bu ham pulda sotaverasizlar, maydalar biznesda bu ham. Mana bog'. Mana bular olma daraxti ekan. Dalishib ketgan, endi u yoqqa arilab yura olmaymiz. Mana dovchalar chiqib qolibdi, mana dovcha. Kim sog'ingan dovchani mana. Mana dovcha. Manaki. Dovchani qaranglar, g'ijillab tuygan. Bu yil yaxshimi deyman hosillar. Inshaalloh yaxshi bo'lsin-a. Mana dovcha olamiz. Tayyor bog'imizlar. Foydalansalaring bo'ladi, uy joy qurilish qilsalaring bo'ladi. Mana bu yoqlari kengishdalar, mana qaranglar, shamol qanday keladi. Mana kengishdalar bu taraflar. Bu yoqda uylar bor mana. Aholi yashaydi. Mana yo'l kirib keldik. Mana ariq mana. Mana ariq suv to'lib oqib turibdi unda. Mana bog'imizni yonboshdan ko'rinishi, bu dalishib ketgan u. Detta chiqadi bu 200 metrlar. Bu yoq to'la daraxt. Mana zambariqni qaranglar mana. Lidigan zambariq. Bu yerda zambariq ko'p chiqar ekan. Bu yerda zambariq ko'p chiqami? Buni uzib oldik. Yana topsak bo'lmaydimi bundan? 1 kilo yig'ishimiz kerak. İzlasak chiqadi. Yomg'irdan keyin bo'ladi. Ha, yomg'irdan keyin chiqadi, ha? Dovcha zo'r ekanda, tuz bilan yeydigan shirin ekan. Bog'imizni qaranglar, qanday chiroyli turibdi. Olib qo'yinglar, sizlarga ziyon qilmaydi. Lichni puli borlar bor-ku mana. Chet elda yurganlarimiz bor, mana obunachilar, mana shu Lelizmda yashaydiganlar bor mana. Mana mahallalarning ichida katta bog' turibdi, hujjatlari joyida hammada. Olib qo'yinglar, ziyon qilmaydi bu. Hech qachon yutqizmaysizlar ko'chmas mulkdan. Bu narx ko'tariladi, tushib ketmaydi mashinaga o'xshab. Hozir olib qo'ygan pullaring 1-2 yildan keyin ustiga 1 barobar, 2 barobar chiqib turadi. Mana, qancha hosil beradi bu yerda.